Yo, hammaga salom bolalar. Sizlar bilan har doimgidek Zero bolalar. Bugungi videomizda biza sizlar bilan hozir ozgina gaplashadigan gapim bor. Xo'p, birinchi o'rinda men YouTube'ga kiraman hozir. Hop, sentriga kirib ketaman. Mana YouTube. Men hozirgina yangi video qo'ydim. Roblox karta kuchaytirdik, yangi kartasini. Ya'ni Robloxda yangi karta chiqdi. Men o'sha kartani hozirgina kuchaytirib chiqqanman. Xo'p, men bu videoni 1 soat oldin qo'yganman. 000. Hamma narsasi bolalar. Men buni ham qo'yganman 11 soat oldin. Ha, 2 marta bolalar, men 4 marta. 2 kun oldin 3 marta. 9 kun oldin 12 marta. 11 kun oldin 11 marta. 2 hafta oldin 12 marta. 3 hafta oldin 20. 3 hafta oldin 39, 13, 12, 9, 26. Videolarning ko'rilish soni juda ham kam bolalar. Device bolalar, bular natija menga vashshi yoqmayapti. Iltimos bu natijani ko'paytiraylik. Mana bunaqa natijalar yoki shortsimga o'taman. Shortsim bo'lsin. Short videolarim bor deyman. Shortsimda mana yaqinda qo'ygandim 0. Hech bo'lmasa bolalar mamnaqa. Hech bo'lmasa shunaqa natijalar bo'lsa, iltimos. Mana juda ham katta bog'im bor va men u bog'imda 24 soat bitta o'zimga sherik olib qilmoqchi edim. Video qilaman va u videoim uchun mana shu oxirgi qo'ygan videoimga atigi 1000 dollar yaqsizlar bo'ldi. 1000 dollar yaqsizlar va men o'sha videoni olaman sizlar uchun. Hop, men Amerika YouTube'iga o'tib ketaman. Nimaga? Chunki men bu yoqda tushishim juda ham qiyin bo'pti bolalar. Chunki bu yoqda hozir hech kim meni qo'llab-quvvatlamayapti. Kanalimiz ochilgani yozib ko'rsataman sizlarga mana. Eng tagida birinchi videomiz. Kanalimiz ochilganiga 1 oy bo'ldi. Boshqalar 1 oyda stream qilsa, men bu yerda hatto bir 5000 ta 7000 ta odam turadi. Manda 1 oyda o'sha stream qiladiganlardan ko'p video qo'yganman. Manda juda ham kam. Bolalar, men to'g'risini aytsam, yoshim juda ham kichkina, 2015 man. Shu holimda sizlarga kontent qilaman, davay qo'llab-quvvatlanglar, iltimos bolalar. Mana videolarimga yaqinda banner avatarkalar qo'yib kuchaytiraman. Hozir hammasini YouTube'dan ko'rib, o'zim sekin-sekin hammasini qilaman bolalar. Sizlar xavotir olmanglar. Mana bunaqa like natijalarni bomba qilamiz bolalar. Qaranglar, 61 ta like ketgan. 294 ta bo'lib ketgan. Men zo'r temalarni sizlarga chiqaraman, bomba qilaman yoki Chirchiqda 24 soat yashadim. Prosta uysiz. Gazalkentda 24 soat yashadim, uysiz. Bomba bo'lib yashadik. Shunaqa videolarim davaychi qilaman. Sizlar menga men uchun juda ham ko'p olib kelishinglar kerak edi. Like va obunachi olib kelishinglar kerak. Sizlarga aytgan videolarim hammasini qilaman, gapimga javob bo'ldi. Faqat sizlar menga vashita ko'p. Mana shu. Hozir nechisi mana? 24 ekan. Sizlarga 6 kun vaqt, mana shuni 150 ta qilamiz. Davaychi mana shuni men yana bitta video qo'yaman. Shundan keyin mana shuni 158 ta qo'yamiz. Obunachi sonini 158 ta qilsak, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim bolalar. Nimaga? Chunki men rekomendatsiyaga chiqaman. Hozir ko'p ozgina odam taniydi. Shortslarim ham normal shorts qo'yganman, lekin ma'mindan boshqa xolos ko'rsizlar. Zabestrio hammaga ochiq deb qo'yganman. 1711 marta ko'rilgan. Men bu 533 marta. Bu qiziq emas uncha. Men bu sizlar uchun ataylabdan Cristiano Ronaldo edi. Cristiano Ronaldo'ni muxlislar O'zbekistonda ko'plar uchun qo'ygandim bolalar. Mana shu videoni ham. Deixa ela montar na minha garupa. Que eu tô te punindo pra vanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da puta. Cristiano Ronaldo muxlislar ko'pligi uchun shunga qo'ygandim. Juda ko'p prasmetr olmadi bu ham. Men bu ham Ronaldo'ni
qirol deb o'zini qo'ygan o'zlari mensimaydilar. Qo'shiqlari, jabana qo'shiqlari. Sizlar mensimaydilar bu videoni ham. 20 marta. Men bu 18 martalik. Ko'pchilik Neymar menga Neymar deydi, lekin Neymar haqida video qo'ydim. Prasмотр olmagan. Men buchi. Ronaldo legenda deysizlar. Mana qo'ydim. Prasмотр olmagan. Hamma narsasi ideal ekan bunda. Ben bu olsa ozgina olgan bu yerlik. Hech bo'lmasa olgan qo'yaman 100 franko prasмотр qilinglar. Bolalar narsaga javob etaman. Video olaman. Har kuni 4 tadan 5 tadan video qo'yaman aka. Sizlar mana kanalimga 200 ta obunachi qilsanglar. Ya 158 ta. Davay bola. Men bu videoyman. Bu zo'r narsalar qo'yganman. Canım makarna bana. Ne koygan da at ketgan. Mana degan o'rgan. Bot ko'rgan bo'lishim mumkin, mana chop ko'rgan. Zarafa legenda bolalar. Davay mana rekomendatsiyaga chiqaringlar. Tomoshalar soni 30 bitdi. Like'lar 5 ta deyini. Mana bundoq qilolmayman. Afsus bolalar. YouTube studioni ochaman hozir mana. Bundoq qo'y. YouTube studioni ham ochib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki o'zimman. To'g'risini aytinglar bolalar, menga podpiska bo'lganlar kelmayapti. Obuna bo'lmasdan ko'rganlar kelyapti, bilaman, lekin obunachani bosib qo'yinglar. Iltimos, onasi shu bittagina obunachani mendan shunaqa qilmaslar bolalar. Men hozir Chrome'ga kiraman. Sizlarga hozir hamma Amerika YouTube'ga o'tib ketishimni ko'rsataman. Mana pakaga qo'yib qo'yganman. Mana davlatlar turgan osqat. Mana my kanal. Hop my kanal. Mana. Короче, mana shu hozir men Amerikaga o'tib ketaman deb o'tdim. Lekin men mayli shu obunachalarimga bitta shans bermasam qanaqa zero men deb o'zimga o'zim aytdim. Zero davay shans ber shularga bitta deb. Yangi videoyimni qo'ydim bolalar, davay ko'ringlar. Studio, bu YouTube studio. Mana bolalar o'zlari ko'rishlar. Rekomendatsiyaga chiqmayapti videolarimiz, shuning uchun men endi Amerika YouTube kanaliga o'tib ketaman deb o'tdim. Agar kim haqiqiy obunachim bo'lsa, davaychi menga podpiska tashlasa. Pakani yoqib qo'yaman. Versa paka. Xohlasanglar ustidagi avatarka nickname'gacha almashtiraman. Sizlar xohlaganlarga faqat iltimos 200 ta obuna chiqib qo'yinglar mana. Chunki bir oy ichida men qanchami 200 ta bo'lishim kerak. Sizlar bo'lsa mana hech narsa qila olmadinglar. Sizlarga vaqt berilgan edi. Sizlar buni uddala olmadinglar. Mana. O'tib ketishim kerak. Yaqinda ketaman. Shundan keyin sizlarga vaqt berilgan, vaqt o'z nihoyasiga yetganini tushunasizlar bolalar. YouTube studioga kiraylik, account. Hozir
yaxshi. Juda bo'ldi. Davay bo'ldi, shunaqa qilib qo'yli. Hammaga xayr. Hammaga xayr bolalar. Men aytgan natijalarni davaychi ko'rsanglar, aktiv yoringlar bu videoda ham like, o'sha mingta like va men shu videoni qilaman sizlar uchun. Hammaga xayr bo'ldi.